Erkin Asya Radyosu xabarida atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yaqında 2023-yillik hukumat xizmatidan bergan dokladida o'tgan 5 yildan buyon Uyghur Avtonom rayonida yurgizilib kelgan majburiy emgak, madaniyat qirg'inchiligi, tarbiyalash lagerlari va terrorlikqa qarshi turish harakatlarida qo'lga keltirgan atalmış natijalarni so'zlab o'tgan. O o'tgan bir yilda qo'lga kelgan iqtisodiy taraqqiyotlarni tilga olganda Uyg'urlarning 5-chi emgak kuchi nomida majburiy emgak silinish masalasi haqida to'xtalib, shahar bozorlarida 461.500 kishini yangidan ishga o'rinlashtirganligini, yezilardan 5-chi emgak kuchlaridan sirtqa yo'tkab ishlaganlarning 3.032.400 odam qitimga, turli kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalanganlarning 2.168.000 odam qitimga yetganligini bildirgan. Xitoy hukumati 2017-yil lagerlarning yo'l qo'yish bilan birlikda, ya'ni Şinjanni madaniyat bilan oziqlantirish nomida Uyg'urlarning milliy madaniyatini vayron qilib, xitoychilashtirish harakatini qattiq kuchaytgan. Erkin Tuniyaz hukumat xizmatidan bergan dokladida bu vaqtda to'xtalib, o'tgan bir yilda Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishni kuchab olg'a ilgarilatib, Millatlar Ittifoqligini va Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini puxta ilgari surganligini, millatlarning ittifoqlashish bir oila kishilardan bo'lish, har millat yosh o'smirlarning aloqa bog'lash plani, har millat xalqqa aralashib taraqqiy qilish plani, sayohat orqali millatlarning aralashishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surish planini yo'l qo'yishni kuchaytirib, ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikning ommaviy asosini texnik mustahkamlaganligini, islom dinini xitoychilashtirishda puxta qadam bilan ilgari surib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklaganligini, ijtimoiy muqimlik xizmatini qilchi bo'shashtirmay, ching tutib, qonun bo'yicha qattiq zarba berish, terrorlikqa qarshi turib, muqimlikni qo'g'dashni kuchaytganligini ta'kidlagan. Erkin Tuniyaz Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatning bundan keyin qiladigan xizmatlar haqida to'xtalganda, Sharq Turkistondagi hozirgi mavjud siyosatlarning o'xshash davom qiladiganligidan bishorat berib, ijtimoiy muqimlik natijalarini mustahkamlaydiganligi, davlat xavfsizlik qarashini qat'iy izchillashtirib, muqimlikni qat'iy qo'g'daydiganligini, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini yanimi chingitadiganligini, neft gaz ishlab chiqarish, pishiqlab ishlash, ko'mir elektr, ko'mir ximiya sanoati, paxta va to'qimchilik va Sharq Turkistonni ochliq, chorva mol, meva-cheva bazasi qilib chiqadiganligini ta'kidlagan. Misrdagi Al-Azhar universitetining barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlaridan boykot qilish chaqiriqi Shvetsiya hukumatini sarosimga solgan. Shvetsiya bosh ministri Olaf Kristersson davlat televiziya kanalida bayonot berib, Al-Azharning boykot qilish chaqiriqining Shvetsiyaning nurg'un musulmon davlatlar bilan bo'lgan yaxshi munosabatiga ta'sir ko'rsatganligini o'ttirib qo'ygan. Daniyaning oshqin o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludan 21-yanvar kuni Turkiyaning Stokholmdagi elchixonasi oldida Qur'on Karimni ko'ydirgan. Saqchilarning himoyasida sodir qilingan bu voqea jarayonida namoyishchilarning Paludanga yaqinlashishiga yo'l qo'ymagan. Gollandiyadagi irqchi iqimdagi G'arbning islomlashishiga qarshi vatanparvar Yevropaliklar harakati rahbari Edwin Wagensveld 23-yanvar lohiyada Qur'on Karimni yiritgan. Qur'on Karimga orqa-orqadan qilingan mazkur qabih haqoratlardan keyin Misrdagi Al-Azhar universiteti barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning yollanma askarlar guruhi bo'lgan Wagnerni xalqaro jinoiy ishlar tashkiloti deb e'lon qilgan. Amerika Moliya va Tashqi ishlar ministrligi qaror ma'qullab, Rossiyaning Ukrainadagi urushiga yordam qilish bilan ayblanayotgan Wagner yollanma askarlar guruhini xalqaro jinoiy ishlar tashkiloti deb atab, uningga chetishlik shaxs va organlarni embargo tizimiga kirgizgan. Amerika Moliya ministrligi Wagnerga fuqarolarning zarba obyekti qilinishining javobkori yoki uning jinoiy sheriki bo'lganligi uchun qo'shimcha jazo yurgizilganligini uqtirgan. Wagner yollanma askarlarini oldingi hisobga yutkigan Yeshil Nur Moskva nomli aviatsiya shirkati tizimligiga kirgizilgan. Buningdan boshqa Wagner guruhining Afrika qit'asida aktiv rol o'ynashiga kuch chiqargan organlar G'arb davlatlarining Afrikadan ayrilishi uchun strategiya belgilaydigan Afrika siyosati nomli siyosat belgilash guruhi tizimlikda o'rin olgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen bu jazolarning Rossiyaning urush mashinasini qo'llash iqtidoriga to'salg'i bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. Her gün etiganda bir istakan limon suyu içse önüme nahayet yaxshi bo'lib, hem teri oqartish, hem uchayni siliqlash rolini o'ynaydi. Şunu ba'zilar limon suyu içse husn güzelleştirdi deydi. Bunun paket asosi bor. Undaqda limonni bir akşam chilab qo'yib, ikkinchi kun içse bo'lamdi. Bir akşam turib qolgan limon suyini ichmang. Chunki bir kech turib qolgan limon suyini ichganda birinchidan oziqlik qimmati nisbatan tuvan bo'ladi.
Ikkinchidan, oshqozon uchay yo'llariga nachar ta'sir paydo qilishi mumkin. Bir kech turib qolgan yemeklik osonla bakteriya paydo qiladi. Iste'mol qilgandan keyin ba'zida ish surish ahvoli kelib chiqadi. Uning ustiga limon suyiga nisbatan aytganda tarkibida ko'p miqdorda vitamin G bor bo'lib, osonla havoda oksidlanib, boshqa moddalarni paydo qiladi. Uningdan boshqa limon suyi tarkibida limon kislotasi bor bo'lib, havo bilan reaksiyalashgandan keyin osonla cho'kma hosil bo'ladi. Limon suyiga bir qitimda odatda 1-2 tal salsa bo'ladi. Limonni suvga chilaganda cho'qim qancha parcha limonni silish belgilangan emas. Odatda 500 ml suvga 1-2 parcha limonni salsaq yaxshi bo'ladi. Agar texmi chuchmallarek tamga amroq bo'lsa, muvofiq miqdorda limonning sonini ko'paytsa bo'ladi. Lekin bek chuchmal bo'lib ketsa, oshqozonga bo'lgan ta'siri bir qadar cho'ng bo'lishi mumkin.